kinoprokatga chiqarganda Sovet Ittifoqi mana shu filmni Gollivud Oskar berardi. O'tgan kunlarga teng keladigan asar haligacha bitilgani yo'q. Bu narsani bitta biz, siz yoki men e'tirof etmayapmiz. Bu narsani yevropaliklar mana endi o'tgan kunlarni tarjima qilayotgan ba'zi bir ingliz yozuvchilari, fransuz yozuvchilari hayratlanyapti bu asarni o'qib. Sovet davrida bu hatto badiiy film qilib ishlandi, to'g'rimi? Qarang, asarning qanday qudratli ekanligi. Kinoprokatga chiqarganda Sovet Ittifoqi mana shu filmni Gollivud Oskar berardi. Bu gapni men bir necha joyda eshitganman. Hatto Gollivudda kutgan bu filmni chiqishini. Afsuski buni kinoprokatga chiqarmagan chet elga. Bu film Oskar olardi o'sha paytda. Filmning zo'rligi asarning buyukligidan. Asar buyuk bo'lmaganda unaqa film chiqmas. O'zak asardan olingan. O'zak albatta asardan olingan. Ba'zi birovlar aytadi, Abdulla Qodiriy ham, boshqasi ham albatta Yevropa adiblaridan o'sha ilhomlangan. Dostoyevskiylar, Viktor Gyugoni asarlaridan ilhomlangan. Ular Fransiyadan ilhomlanadi. Fransiya Angliyadan ilhomlanadi. O'shanday Abdulla Qodiriy ham kimlardandir ilhomlangan, lekin o'zbek romanchiligiga baribir Abdulla Qodiriy asos solgan. Men mana shu o'zbek adabiyotida 3 ta buyuk asar bo'ladigan bo'lsa, albatta Abdulla Qodiriyning 2 ta asarini qo'yaman va albatta Cho'lponni kecha va kunduz. Ko'ryapsizmi, qanaqangi titan odamlarimizni yo'qotdik. Ming afsuski. Axir bunday daholarni biz yana qachon endi shakllantira olamiz?